98 sura Sura Bayyina. Madinada nazil bo'lgan 8 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ahli kitobdan kafir bo'lganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan kafir bo'lganlar va mushriklar o'zlariga ro'shan dalil kelganga qadar kufrdan ayrilguchi bo'lmadi. O ro'shan dalil pok sahifalarni tilovat qilib turadigan Alloh tarafidan kelgan payg'ambardir. O sahifalar to'g'ri ahkamlarni o'z ichiga olgan. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat o'zlariga ro'shan dalil kelgandan keyinla ixtilof qilishdi. Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular to'g'ri dindir. Ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakotlar to'g'ri dindir. Ahli kitobdan va mushriklardan bo'lganlar haqiqatan do'zaxga kiradi. Do'zaxda mangu qoladi. Ana shular maxluqotlarning yomonidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ana shular maxluqotlarning yaxshisidir. Ularga Parvardigorning dargohida beriladigan mukofot ularning turar joyi bo'lgan ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlardirki, ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Ularmi Allohdan mamnun bo'ladi. Buningga Parvardigordan qo'rqqan odam erishadi.